Tasavvur qiling, siz bilgan barcha qoidalar birdaniga o'z kuchini yo'qotadi. Yillar davomida shakllangan harbiy tushunchalar, strategiyalar, hatto qo'rquvlar ham endi ishlamay qoladi. Chunki sahnaga shunday bir texnologiya chiqyaptiki, u javob bermaydi, aksincha savol tug'diradi. Bu texnologiya nimasi bilan xavfli degan savol emas, balki u bizni qayerga olib boradi degan savol muhimroq bo'lib qolyapti. Aynan shu nuqtadan boshlab odamzod urushga ham, kuchga ham, hatto xavfsizlik tushunchasiga ham boshqacha qaray boshlaydi. Bugun dunyo xaritasiga qarasangiz, hamma joyda sokinlik bo'lishi mumkin. Osmonda portlash yo'q, ekranlarda favqulodda xabarlar kam. Lekin bu tinchlik degani emas. Chunki eng xavfli texnologiyalar shovqin qilmaydi. Ular jim ishlaydi. Ular ko'zga ko'rinmaydi. Ammo qarorlarni o'zgartiradi, yo'nalishlarni buradi, taqdirlarni qayta yozadi. Bu texnologiya aynan shunday. U urushni boshlamaydi, lekin urush boshlanishidan oldin hammasini hal qilib qo'yadi. Harbiy tarixga nazar tashlasak, har bir katta burilish ortida yangi texnologiya turganini ko'ramiz. Bir paytlar porox paydo bo'ldi va jang maydonlari o'zgardi. Keyin aviatsiya keldi va masofa tushunchasi yo'qoldi. So'ngra raketalar paydo bo'ldi va vaqt bilan poyga boshlandi. Endi esa butunlay boshqa bosqichga o'tyapmiz. Bu bosqichda qurolning kuchi uning portlashida emas, balki uning mavjudligi haqida bilish yoki bilmaslikda. Bu texnologiya shunday ishlaydiki, u o'zini ko'rsatishga muhtoj emas. Uning borligi haqida faqat tor doiradagi mutaxassislar xabardor bo'lishi mumkin. Qolganlar esa faqat oqibatlarni ko'radi. Qarorlar birdaniga o'zgaradi, rejalar bekor qilinadi, ayrim hududlar birdaniga ahamiyatini yo'qotadi. Hech kim ochiqchasiga nima bo'lganini aytmaydi. Chunki aytishning o'zi ham xavfli bo'lishi mumkin. Eng qiziq tomoni shundaki, bu texnologiya an'anaviy qurollar kabi dushmanni yo'q qilishga qaratilmagan bo'lishi ham mumkin. U dushmanni o'ylashga majbur qiladi. Har bir qadamdan oldin ikkilanadi. Har bir buyruqdan oldin savol tugiladi. Aynan mana shu savol eng kuchli quroldir. Chunki ikkilanayotgan tomon hech qachon to'liq kuch bilan harakat qila olmaydi. Bugungi zamonaviy urushlar ko'pincha jang maydonida emas, boshqaruv xonalarida hal bo'lmoqda. Monitorlar qarshisida, jim muhitda, sovuqqon qarorlar bilan. Bu texnologiya esa aynan shu joyda o'zini ko'rsatadi. U ma'lumotni o'zgartiradi, manzarani buzadi, ishonchni yemiradi. Natijada eng kuchli armiyalar ham o'z soyasidan shubhalana boshlaydi. Odamlar ko'pincha texnologiyadan aniq javob kutadi. Qanday ishlaydi, qanchalik kuchli, qachon ishga tushadi. Lekin bu texnologiya bu savollarga javob bermaydi. U faqat yangi savollarni paydo qiladi. Agar bu tizim ishga tushsa nima bo'ladi? Agar u allaqachon ishlayotgan bo'lsa, biz buni bilamizmi? Agar bilmasak, qarorlarimiz qanchalik to'g'ri? Ana shu savollar harbiy mutaxassislarni ham, siyosatchilarni ham tinch qo'ymaydi. Bu yerda eng xavfli jihat shundaki, texnologiya inson psixologiyasiga ta'sir qiladi. Qo'rquvni kuchaytiradi, ishonchsizlikni oshiradi, taxminlarni ko'paytiradi. Natijada real urush bo'lmasdan turib ham yo'qotishlar boshlanadi. Iqtisodiy bosim, siyosiy beqarorlik, ijtimoiy taranglik. Bularning barchasi jim ishlaydigan texnologiyaning bilvosita natijasi bo'lishi mumkin. Ba'zi mutaxassislar aytadiki, kelajak urushlari g'alaba bilan emas, balki to'xtatish bilan o'lchanadi. Kim birinchi bo'lib raqibini harakatdan to'xtata olsa, o'sha yutadi. Bu texnologiya aynan shu maqsadga xizmat qiladi. U qarshi tomonni zarba berishdan oldin to'xtatadi. Fikrida, rejasida, ishonchida. Oddiy odam uchun esa bularning barchasi ko'rinmas jarayonlar bo'lib qoladi. Kundalik hayot davom etaveradi. Lekin bir qarorga kelishimiz kerak bo'ladi. Biz qanchalik texnologiyaga ishonamiz va qanchalik undan qo'rqamiz. Chunki bu texnologiya nafaqat urush maydonida, balki tinch hayotda ham savollar tug'diradi. Nazorat qayergacha? Mas'uliyat kimda? Xato bo'lsa kim javob beradi? Tarix shuni ko'rsatadiki, har safar yangi texnologiya paydo bo'lganda, insoniyat uni boshqaraman deb o'ylaydi. Ammo vaqt o'tib texnologiya insonni boshqara boshlaydi.
Qarorlar tezlashadi, mas'uliyat tarqaladi, javobgarlik noaniqlashadi. Bu esa eng katta xavfdir. Chunki savol ko'p, javob esa yo'q. Bu texnologiya haqida ochiq gapirilmasligining yana bir sababi ham shunda. Uni tushuntirib bo'lmaydi. Uni oddiy so'zlar bilan ifodalab bo'lmaydi. Chunki u aniq shaklga ega emas. U tizim, g'oya, mexanizm va ta'sirlarning murakkab uyg'unligidir. Uni faqat his qilish mumkin. Qarorlar o'zgarganida, strategiyalar bekor bo'lganida, rejalar sukut saqlaganida. Bugun kimdir bu texnologiya hali to'liq shakllanmagan deb o'ylashi mumkin. Kimdir esa u allaqachon ishlayapti deb hisoblaydi. Qaysi biri to'g'ri ekanini aytish qiyin. Chunki bu yerda asosiy narsa natija emas, balki noaniqlikdir. Noaniqlik esa eng kuchli quroldir. Shu sababli bu texnologiya javob bermaydi. U savol tug'diradi. Va bu savol har birimizga tegishli. Biz qanday dunyoda yashamoqchimiz? Qanchalik nazorat ostida? Qanchalik ishonch bilan? Qanchalik qo'rquv bilan? Bu savollarga har kim o'zi javob topadi. Lekin bir narsa aniq. Endi urushlar faqat qurol bilan emas, savollar bilan ham olib boriladi. Va ba'zan eng katta zarba javobsiz qolgan savoldir.